12 sotixdan iborat katta bitta hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, tashqi fasadlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqasiga ketgan. Kim arzonroq narxda hovli olib keyinchalik farzandlarimga bo'lib beraman degan bo'lsa, mana shu hovlimizni bo'lish imkoniyatlarim bor. Hozir ichkari tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Tashqi fasadlarga e'tibor berasizlar. Ishlovlari berilgan hamda fasad qismi juda ham uzun ketgan. Keling, ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, keling. Demak, supa qismi to'liq stechka bo'lgan. Devorlarga alohida e'tibor berasizlar. Fundamentda balandligiga ham e'tibor bering. 1 metrdan baland fundamenti, kichkina hovlichalardan emas. Yangi qurilish qurilganiga 4-5 yil bo'lgan. Fasad qismlarining remontlariga ham e'tibor bering. Remontlari tayyor qilingan hamda ichkaridagi xonalarning ham remontlari tayyor holatda. Demak, hovlimizning supa qismi, bu tarafda yana bitta imoratimiz bor. Hovlining egalari mana bu joyda uzunasiga yana bitta korpus tashiyman deb rejalashtirgan bo'lganlar. Mabodoga keyingi ikkinchi farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu korpusda davom ettirsangiz ham bo'ladi. Bu hovlimiz to'liq 12 sotix maydonni egallagan, hujjatlari joyida. Mabodoga bu tarafdan 2 ga bo'lgan holatda 6 sotixini sotsalar ham bo'ladi. Mabodoga unaqasiga hovlining egalari bilan kelishasizlar. Bu tarafda vxod bor, ya'ni kirish joyi mavjud. Keling endi xonadonni remont holatlari, ichki holatini ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirganimizda to'g'riga o'tadigan bo'lsak, mehmonxona qismi hamda bu tarafda yuvinish uchun hamda yotoqxona qismlari joylari qilib qo'yilgan. Bu hojatxonasi hamda yuvinish xonasi hamda tepasida kattagina cherdak mavjud. Va bu tarafga o'tadigan bo'lsak, yotoqxona qismi mavjud. Bu yoqdagi hamma jihozlar shu xonadon o'zida qoldiriladi. Did bilan remont qilib qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Aboylari ham yangi aboy yopishtirilgan, qimmatlardan qo'yilgan hamda katta zal qismini ko'rishimiz mumkin. Ushbu korpusda o'zida mana shu bitta eshik orqali kirsalaringiz, katta mana shu xonamiz, yotoqxona hamda yuvinish xonalari joylashgan. Isitish tizimida muammo yo'q. Mana shunaqa katta turbalar qo'yilgan holatda isitish tizimi yaxshi qilib o'rnatib qo'yilgan. Keling, bu tarafdagi xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi eshigimiz orqali asosiy katta zal qismiga, ya'ni mehmonxonaga o'tsak bo'ladi. Marhamat. 7 ga 5 o'lchamda ushbu mehmonxonamiz anchagina keng hisoblanadi hamda to'liq parda gilamlari qilib qo'yilgan. Va 3-eshigimiz orqali kiradigan bo'lsak, mana shu joyda oshxona, ovqat tayyorlash uchun va ovqatlanish uchun joylar qilingan. Bu tarafda yuvinish joylari, kir mashinkalar qo'yilgan hamda mana bu tarafda yana bitta kattagina yotoqxona qismi mavjud. Jihozlari qoldiriladi. Mana shu joyda ochadigan bo'lsak, gilamimizning pastida 2 metrdan balandroq hajmga ega bo'lgan mana shu xona kengligida kattagina podval qismi mavjud. Bu yerda siz o'zingizda ortiqcha narsalaringizni bemalol saqlasangiz bo'ladi. 12 sotix maydonni egallagan, kadastr hujjatlari joyida bo'lgan, svet, suv, gazdan muammosi yo'q bo'lgan ushbu hovlimizning narxi 820 million so'm, ustida yana savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Ipoteka qilish imkoniyati bilan birgalikda. Manzili tushunarli bo'lishi uchun lokatsiyasi sizga hozir tashqaridan ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Demak, manzilimiz trassa yo'li bo'ylab Gres postga yetmasi, kim mana bu mostni biladigan bo'lsa, shu most yonidagi ko'chaning ichida hovlimiz joylashgan. Ko'chaning yo'li yoqasida. Demak, bu ko'cha Navbahorda yo'liga olib chiqadigan ko'cha yo'li hisoblanadi. Kimga qiziq bo'lsa, ushbu hovlimiz 820 million so'm, ustida ozgina savdosi bor holatda sotuvga chiqarilmoqda. Maktab, bog'chalar yaqin hududda joylashgan. Pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin.